Joriy yilda Zarbdor tumanida 2025-yilgi hosil uchun 91 tonnalik tirik pilla xom ashyosi yetishtirish rejalashtirilgan edi. Amalda esa 9117 tonna tirik pilla yetishtirilib, reja 110% ga bajarildi. Bu ko'rsatkich viloyatda birinchilar qatorida qayd etildi. Hozirgi kunda tumanda o'lka-dala shiyponlarida pilla parvarishlanib, muvaffaqiyatli natijalarga erishildi. Zarbdor tumanida xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligi yil sayin ortib borayotgani quvonarli holatdir. Ayniqsa pillachilik sohasida bu jarayon yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Joriy mavsumda 2282 nafar xotin-qizga 1517 quti pilla tarqatilib, ularning bandligi ta'minlandi, daromad manbai yaratildi. Alohida ta'kidlash joiz. Sharq Yulduzi mahallasida yashovchi Jumaxol Shaimova ushbu sohada katta tajribaga ega mutaxassis hisoblanadi. U 35 yildan buyon pillachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Hozirda o'z xonadonida 9 quti pillani parvarishlamoqda. Jumaxol opaning mehr-muhabbati va tinimsiz mehnati nafaqat o'z oilasi, balki mahalla aholisi uchun ham ibratli namuna bo'lib xizmat qilmoqda. U yoshlar va boshqa xotin-qizlarga amaliy maslahatlar berib, ularning sohaga qiziqishini oshirmoqda. Andijon mahallasida istiqomat qiluvchi yana bir faol ayol, Oynura Abdullayeva, pillachilikni o'z hayotining ajralmas qismiga aylantirgan. U qaynonasidan bu kasb sir asrorlarini o'rganib, hozirda 3 quti pillani parvarishlamoqda. Oynura opaning tashabbusi bilan mahalladagi 14 ta xonadonda 34 nafar xotin-qiz 29 quti pillachilik bilan shug'ullanmoqda. Toshkeskan mahallasining xotin-qizlari ham ushbu sohaga katta qiziqish bildirmoqda. Ular orasida Dilfuza Fozilova pillachilikda ilk qadamlarni tashlab, 2 quti pilla parvarishi orqali tajriba to'plamoqda. Uning sabr-toqati va mehnatsevarligi kelgusida yanada yuksak natijalarga erishishga zamin yaratmoqda. Shuningdek, ushbu mahallada yashovchi faol xotin-qizlardan biri Ra'no To'raqulova ham qaynonasidan kasb sirlarini o'rganib, hozirda 3 quti pillani parvarishlamoqda. Bu orqali u oilasiga munosib daromad keltirmoqda. Bu raqamlar va yutuqlar ortida kun-tun tinmay mehnat qilayotgan, oilasi va jamiyati farovonligi uchun bor kuch g'ayratini safarbar etayotgan fidoyi ayollar turibdi. Ular o'zining faolligi, fidoyiligi va mehnatsevarligi bilan tuman iqtisodiyoti rivojiga munosib hissa qo'shmoqda. Zarbdor ayollari sabr, mehnat va ilhom timsolidir. Ularning jasorati va intilishi barchaga ibrat, yangi avlod esa aynan ana shu mehnat namunalaridan o'rnak olib, bunyodkor hayot sari qadam tashlamoqda.